O'sha o'zagidan ajratish jarayoni. Texnikalashtirilgan variantda bo'ladi. Qo'lda bo'lganda nechta odam ishlar bu yerda? 100 ta ishlashgan. O'zimiz tog'larmi yo Qirg'iziston orqasi Bu Qirg'izistonmi? orqasi Qirg'iziston aka. Qarang, gullari ochilmagan. 33 ming 35 ming gektarga ekilgan. 900 gektar maydonimiz tomchilab sug'orish bo'ldi. Agar bu suvni qilib olsa, dehqon o'simlikni rangi emas, o'simlik dehqonni rangiga qaraydigan bo'lib qoladi. Tomchilatishda o'ziga yarasha xususiyati juda yaxshi. Juda ham Bir vaqtda o'zida mana 100 gektar yerni sug'ora olamiz. Suvchidan ekonom, dorini bir vaqtda solasiz. Shunaqa. Naxsusmi? Sakataniki. Qayerdan keldilar? Asakadan, mashalloh. Asakadan shaqqa keldinglarmi ishlagani? Dalada kesildi, ortildi, mana keldi. Bu nima jarayon bo'lyapti endi? To'lasini ko'ramiz. Ha bu Ana, muzlatiladi hammasi. shokuy zamonovka bo'ladi hammasi. Muzlatgichlar eng minus naryad. Na, 20 Qani olib kelib qo'yapti. Hozir ozoda kelyapti hammasi, xudo xolasa. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani hisoblanadi. Shu Andijon viloyatining shimoliy hududida joylashgan bu tuman Tog'oldi rayon hisoblanadi. Shuning uchun bu joylarni meva sabzavotchilik tumanlarga aylantirilgan. Ha, o'zini vaqtida. Vaqtida. Xo'p, bu korxonamizchi? Korxonamiz Navgul qo'shma korxonasi, meva sabzavot klasteri hisoblanamiz. Hududimizda 1250 gektar yerimiz bor. Navgulga tegishli. Navgulga tegishli. Shundan 500 gektari bog'dorchilik, 750 gektari sabzavotchilik yo'nalishida. Sabzavotchilik. Mana hozirgi mana turgan mana hovuzimiz bu 10 aprelda boshlaganmiz. Bu yil. 2024da. Mana bir oy deganda bu hovuz bitdi va mana bu nimani ekdik. Iyunda 15larida. Brokolini. Kelinchi mana shu filtrlari bor ekan, bitta ma'lumot berasiz. Qancha bu suv yig'iladi? Qancha joyga yetadi bu suvimiz? Bu suvimiz hozir 100 gektar yerni bemalol sug'ora oladi. Bir kunda 100 gektar yer sug'oriladi va yana zaxira sifatida suv ham qoladi. Bundan tashqari. Ko'rib turgan joyimiz 100 gektar yerga mana brokoli ekilgan. Aynan bizga terayotganimiz Naxsus sorti bu 60 kunda pishadi. Undan keyin qolgan sortlari 10 kun, 15 kundan farq qiladi. Yig'ishtirib, qayta ishlashlari hammasi hisobga olingan. Birdaniga pishib qolmasin. Birdaniga pishib olmasligi uchun. Mana hozir bugun mana terish ishlari boshlandi. Hozir buni ham borib joyda ko'ramiz. Bo'ldi. Qayta ishlash. Endi muhtaram prezidentimizning qarollari asosida bu klaster tashkil topgan. O'zimizda 6 gektarda shu urug' tashab, bemalol yetishtirib, mart boshida, aprelda bahorgi ekinlarimizga 30 million ko'chat qilib, ekish imkoniyatiga egamiz. Ekib bir sidra buni ham pishirib olib, 60 kun, 50 kunda pishadigan ekinlarimizni qayta ishlab olamiz. Bu mana hozir kechkisi iyunda ekilganlari, mana 100 gektar ekib, to'g'ridan to'g'ri daladan uziladi, xolodilnikka kiradi. Xolodilnikda svejiy, ruschani gapiryapman, svejiy jo'natish imkoniyatiga ham egamiz va buni muzlatgan holatda shokuy zamorovkamiz ham bor. Xolodilnikimiz 7,5 ming tonna xolodilnikimiz bor. Ob'yomda? Shu jumladan yana kuniga 200 tonna mahsulotni qayta ishlaydigan qoqi qiladigan seximiz bor, italyan seximiz bor. Sushka deymiz. Sushka deymiz, Shu sushkada bu yil nima ishlar qilindi? Bu yil sushkada bolgarskiy qalampirimiz, pomidori shular ekib, quritildi va hozir Germaniyaga eksport qilib jo'natyapmiz. Etap qilib buni ham jo'natiladi. Omborlarda saqlanib turibdi. Uni ham ko'rsak bo'ladi. Uni ham ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun Andijondamiz. Andijonni Xo'jaobod tumaniga keldik. Turboplast korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bu yerda ham sevib olishyapti, ishlatishyapti. O'ylaymanki, olgan narsalaridan baraka topishyapti. Xudo xohlasa, biz bu yerga tomchilab sug'orish filtrlari, tomchilab sug'orish lentalarini, lifeletlar yetkazib bergandik. Bularni ishlash jarayonini bugun siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Biz bilan qolasiz va biz bilan kuzatib borasiz degan umiddamiz. Marhamat. Qadrli do'stlar, bu yerda ko'rib turganingizdek 800 kubalik filtrlarimiz o'rnatilgan. Bularda ishlash jarayoni hozirgi kunda yaxshi, ish holati mana ko'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Fermerimizda aytishlaricha, hali muammolari yo'q, ishlashlari yaxshi. Lentalarimizda ham suv bosimi yaxshi holatda hozir. Ayni damda sug'orish ishlari amalga oshirilyapti. Bir qismida hali montaj ishlari tugatilmoqda.
Qadrli do'stlar, sizlarga ko'rsatadigan narsamiz bu Turboplast korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan Lifelitlar. Mana ko'rib turganingizda Lifelitlarda ishlash jarayonida turibmiz. Lifelitlar bu yerga 100 gektar maydonga o'rnatilgan. Mana guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu taraf, keyingi demak yerlarimiz yon tomonda joylashgan. Bularning ishlashini o'zingiz videoda guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana ichidagi bosim hozir 1-1,5 atmosferada ishlayapti. Demak, keyingisi tomchilab sug'orish lentalari. Bular ham o'zimizda ishlab chiqarib, bularni buyurtmasiga asosan yetkazib berganmiz. Qadrli do'stlar, keyingi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu avtomatik boshqaruvga ega bo'lgan gidrantlar. Tizimni yaxshi tomoni bu odam qatnashuvini kamaytirish, odam omilini kamaytirib, mehnatini osonlashtirish. Bu bemalol soyada o'tirib turib, telefonda bemalol boshqarishingiz mumkin bo'lgan bu tizimlar. Hammasi avtomatik ochib, yopish klapanlari bu yerga o'rnatilgan. Bularning hammasini Turboplast korxonasidan topishingiz mumkin. Mana bu filtrlarimiz, ha? Bu mana filtrlar. Har bitta suvi o'zi istochnigi qayerda? Bu istochnigi 3 kilometr pastdan Yujniy Fergansk kanalidan suv tashlaydi, mana o turbadan. Bu joydan suvlarni taqsimot qilib, mana nasoslarda sug'oramiz. Bu hozir 100 gektar yerga xizmat qilyapti, yana kelajakda 100 gektar bunga qo'shamiz. Yana ham ko'paytiriladi. Ko'payadi, yana 100 gektar maydon. Hozirgi 1250 gektar maydonimizdan shu kungacha 900 gektar maydonimiz tomchilab sug'orish bo'ldi. Maşallah. Yana 350 gektar yerni tomchilab sug'orib olsak, xudo xolasa 100% bo'ladi. Bu tomchilatishda o'ziga yarasha xususiyati juda yaxshi. Juda ham Bir vaqtda o'zida mana 100 gektar yerni sug'ora olamiz. Suvchidan ekonom, dorini bir vaqtda solasiz. Shunaqa. Bir vaqt solish hisobiga mana ekinlarda hozir dalaga kirganini ko'rasiz. O'sish bilan rivojlanish bir xil. Agar agatlab sug'orasiz, ashincha suvchi kerak. Bosh tomoni 3 norma ichsa, o'rtasi 2 norma, pasti 1 norma ichib, mahal nima har xil bo'ladi. 3 xil suv isrof bo'ladi yerda. Ha? Eroziya, korroziya o'ziga yarasha shuncha ishlari bor. O'g'it ichib ketadi. Chuqurligi qancha buni? Bu 8 metr chuqurlikda 80 ga 50 nimada qurilgan. Hozir ko'ringlar, mana bu gamen bilan qurilgan, hammasi ya'ni panglab suvni achishanosi xususiyatlarini bu yo'qotib turadi. Toza suv yaxshi saqlanadi bu yerda. Haqiqatan. Ya'ni maydonda o'ziga bo'libdi, juda zo'r. Bu talab, bugungi kun talabi. Biz ertaga hamma shunga o'tishga majbur. Suv o'zi zaxira juda chatoq bizda. Hozir yig'im-terim boshlangan, brokolida. Yig'im-terim boshlangan. Agar bu suvni qilib olsa, dehqon o'simlikni rangi emas, o'simlik dehqon rangiga qaraydigan bo'lib qoladi. Demak, haligi boya aytdingiz-ku, bosqich bo'lingan. Bo'lingan. Birinchi bosqich hozir terim boshlangan va 5-10 kun oralab keyingilar tayyor bo'ladi. Boshlanadi. Unga biz qayta ishlab, buni eksport qiladigan eksport, omborda qoladigan omborda qilib turib qo'yamiz. Juda yaxshi. Mana ko'rasiz, rosti ham bir xil. Haqiqatda juda chiroyli. Mana qarang, mashallah, buni qarang. Ko'rinishini. Mana. Mashallah, buni qarang. Mana. Yaxshi dehqonni o'zi nima shunaqa qarang, gullari ochilmagan. 33 ming, 35 ming gektarga ekilgan. Agar yarim kilodan uzadigan bo'lsangiz, 15 tonna, 16 tonna eksport bop. Brokolimiz mana bor. Qarang sifatini qanaqa chiroyli. Qani bitta dona bir qattiq mana to'lishgan. O'g'itlarini ham me'yorda yegan, oshishmagan, bunaqa qilmagan. Hali mejurani nimaga e'tibor qilamiz hali. O'g'it, nitrat chiqmasligi uchun hamma narsa joy-joyda qaraladi. Ko'p joylarda bor, shira tushib ketgan, qurt yegan, juda bir ahvoli bir chatoq holatda bo'ladi, juda chiroyli ekan. Mineral o'g'itlarni ham iqtisod qilishdan tashqari ko'p o'g'itlar berilmaydi, ortiqcha sepulaveradi, azotlar yurib oladi. Mana agar bo'lganda traktorda susta solardik. Buni 30% azot osmonga tushib ketardi. 30% suv bilan zovurga tushib ketadi. 30%ni yeydi xolos. Shunda shunaqa. Hozir bu tomiridan yeyapti haligi. Ukolni dumbadan qilgan ukol qaydayu, mana tomirdan qilgan ukol. Mana shu farqi. Juda to'g'ri. Erkin aka, qancha dedingiz uzoqligini boradigan joyimiz? 1 kilometr 300 metr. Shuni hammasiga kapilni arashini ishlarga kapilni arashini tushgan. Bu yerda eng nimasi hamma narsa hisob-kitob qilinib, yerdir relfidan tortib sug'orish bir xil. Ayrim yerda mana gidrantimiz pastga misol uchun 150 metr ketgan bo'lsa, tepaga 80 metr. Nimagaki ikkovini haligi parsanga qilib turib bir xil zaxlaydi. Tepani ham 150, pastni ham 150 qilib qo'ysa, suv pastga qarab ketib qoladi. Bunday qo'yib, ikkili itirni qo'ysangiz, pastda ham bir xil to'ladi, tepada ham bir xil to'ladi. Xuddi shunaqa. Shu hamma narsa hisobga olinib qilingan. Mavsumda nechta ishchi ishlayapti?
mavsumda bizda u yana boshqa sohalarimiz ham borligi uchun umumiy mavsumimizda bir 500 ga yaqin o'zimizning ishchilarimiz bor. Yollanmalar bilan 1000 ga yaqin odam ishlaymiz. Umumiy, ha? Hali mavsumda qaysi birdir terishga odam kerak bo'ladi, yollanma. Sababi bog'larimiz gilozlar pishgan bo'lib ketadi. O'rik bor, sliva bor, shoptoli bor. 500 gektarda ular hammasi pishadi-da, unga odam ketadi. Buni terib omborga, xolodilnikka qo'yish kerak, eksportga jo'natish kerak. O'sha paytda odam ko'p. Odam, ekayotgan ham bo'lamiz, martda, aprelda qo'lda ekamiz. Texnika bilan ekilmaydi. Shuning uchun 200 odam o'zi bitta dalada bo'ladi. Pomidori bilan bolgarskimiz tenma-teng kelib qoladi ekish aprelda. Unda boshqa odam, bunda boshqa odam qilib tashlaymiz. O'zi 400 ta odam dalada bo'lib qoladi haligi. Mana demak, minglab odam shu paytda. Qozonlarda 3 ta 4 ta qozonda ovqat qilinadi, osh qilinadi dalada ishlayotganlarga. Katta yeydi, yaxshi ishlaydi. Baraka toping. Shu yerda xalqi ham ancha-muncha ish bilan ta'minlanar ekanda. Bu bitta bu yerda xalq emas, bu yerda men o'zim ham hokim bo'lib ishlaganman. Bu yerda odamlar sanoatimizda rivojlangan trikotajlarimiz bor. Deyarli hali ish joylashgani bir 95-96% odam ish bilan ta'minlanib bo'lgan. Biz asosan yana Asakadan, Buloqboshidan, Jalaquduqni oyimidan qilib turib avtobuslar qo'yib odam tashiymiz. Bu yerda o'zi ishi yetishmaydi-deng. Agar ta'minlangan bo'lsa, bu trikotaj, bu eng Andijon viloyatining trikotaj bo'yicha birinchi o'rinda turadigan hududi. U bizni qizlarimiz haligi sterilniy, anaqa uncha ish qilmaydi haligi. Ancha-muncha ish qilmaydi. Ancha ish qilmaydi, trikotaj bor. Baraka topsin. Erkin aka? Mana bu hududlarda bir tog'ni qarang. Bu o'zimiz tog'larmi yo Qirg'iziston orqasi Qirg'izistonmi? Bu orqasi Qirg'iziston aka. Chegara hududlari bu yerda. Chegara, bu bizni orqada granitsamiz bor, nimamiz bor, nima deydi, voyenichasimiz bor. U yog'i o'sha qaysi tomonga o'shga to'g'ri Aravonga? Yo'q, Aravonga o'tib ketasiz. Qirg'iziston bilan chegaradosh. Aravon hududlariga to'g'ri keladi. Ya'ni ob-havosi ham shunga yaqinroq. Biz gidrometrimiz O'shti gidrometri bilan yuraveramiz. To'g'ri kelaveradi. Charchamayapsizlarmi? Hozir gaplashib kelyapmiz. Juda chaqqon, zo'r ishlaydi deyapti, xudo xolasa. Sizlarda tekstilga juda ham ko'p ketgan, bekar bo'lib qolsa, shu bekarchilikka chiqishadi. Bo'lmasa yo'q, bular hozir boshqa hududdan kelgan. Qayerdan keldilar? Asakadan. Mashaalloh. Asakadan shu yoqqa keldinglarmi ishlagani? Hozir aytdi, men aytdim, nima Xo'jobodda ishlaydiganlar yo'qmi desam, ishchi yetkazmayapmiz, mana asakalardan borib olib kelyapti. Asaka uzoq endi bu yerdan. 5 yildan beri. Demak, ichkarida ayollar yig'ib ketaveradi. Keyin bu akalarimiz o'rtaga bitta tashib o'zi o'rtaga olib chiqib qo'yadi bu yoqqa. Mashina. Bugun birinchi ish kunida ertaga yana mashinamiz kelyapti, ana yashilami. Chiqaradi, kelaveradi. Hozir nariga bitta reys chiqib ketyapti o'sha. Ketyapti ana. O'na. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. To'g'ri ketdi. Buni endi nimasi ochilib ketgani boshqasi bo'ladi. U yoqda tekshirib olishadi. U yerda yana shuncha odam o'tirib buni sartaroshga qilib, bo'ladigan bo'lmaydiganini chiqarib tashlaydi. Endi nazoratlar. Bu dalada hozir shashilib kelayotgani uncha shikrizib ham oladida uni. To'g'ri, endi nazoratlar bo'ladi. Olib chiqib olinsa, yoqda yana nazorat bo'ladi. 18 yoshdan 65-70 yoshgacha borda odam kelayotgan. Erkin aka? Xo'p, dalada kesildi, ortildi, mana keldi. Bu nima jarayon bo'lyapti endi? Yerda mana maydalayapti, quryapti, tayyor qilib. Haligi muzlatayotganda bitta alohida bo'lish kerak o'sha. Bu yerda bitta turibdi. Shuni maydalab hozir jarayondan chiqadi hozir. Maydalab o'tkaziladi, maydalab o'tkazilyapti. Mana qilyapti. Demak, o'sha o'zagidan ajratish jarayoni texnikalashtirilgan variantda bo'ladi. Qo'lda bo'lganda nechta odam ishlar bu yerda? 100 ta odam ishlashi kerak. Erkin aka, demak, muzlatilishga tayyor holga keldi. Mana shu holatda bo'ldi. Mana ko'rdinglar, o'sha butun katta broklinini o'sha joyiga qo'ygandan keyin kesib apparat mashina qilib qo'yapti. Bular endi to'g'ridan to'g'ri o'sha muzlatish kameralariga olib kiriladi va o'sha muzlatiladi hammasi. Shokuy zamorozka bo'ladi hammasi. Necha sekundda muzlab qoladi? 40 gradus sovuqda. Bu kirishiga, shok bitta kirishiga o'sha. Bitta kirdi muzlab qoladi. Maşallah. O'shanda qanchalik tez muzlab qolsa, shunchalik elementlari o'zida qoladi yezda. Erkin aka, bu tomonlar hali ikkita xolodilnik ekan ishlardi. Minus muzlatiladigan va 0 atrofida turadi. Plyusovый deydi. Plyusovый. To'lasini ko'ramiz.
Ha bu. O ana. o. Bu demak boya aytgan xiralnik shunaqa muzlatilgan emas, svejniy ketilgan. Sovutilyapti. Ertaga buni ham yoqqa muzlatishga qo'yishinglar mumkin. Ha, buni qo'yamiz. Demak, ikki xil yo'nalishda-yu. Xohlasanglar bu yerda qoladi, ma'lum vaqtdan keyin shuni o'zini eksport qilishlar mumkin. Muzlarga solib, xohlasanglar buni o'zini olib chiqib, Svejniy ketaveradi. ha, ketaveradi. Juda yaxshi. Mana mana shunaqa saqlanar ekan. Bu nol atrofigacha tushladimi, qanchagacha? Ha. Undan pastga tushirilmaydi. Tushmaydi. Muzlatgichlar eng minus naryad. Na, 20. Qani olib kelib qo'yapti. Mana shunaqa qilib olib kelib qo'yibdi yigitlar. Xudo xolasa. Yaxshi. Boya terilganlarimiz mana daladan keldi. To'g'ridan dala mana xolodilnikka kelyapti. Ha. Xolodilnikka qo'yiladigani bor. Agar zarurat bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri nima ham qilish mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha переработка ham bo'lib ketaveradi. Hozir mana xolodilnikka qo'yib turibmiz. Aha. Ixtiyor sizlarda endi. Ha, biz sovutib olamiz bir qator issigan narsani. Aha. Bitta sovigandan keyin, Ha, sovigandan keyin nima chiqsa qila olamiz. toza ozoda kelyapti hammasi, xudo xolasa. Bundan keyin shu qayta ishlarga ketadi. Qayerlarga asosan Rossiya, Yevropaga, Rossiya, Yevropa davlatlariga jo'natamiz. juda yaxshi. Yosh ekspertlar degan loyihamiz bor. Bu Yoshlar ishlari agentligi, Yosh fermerlar kengashi, O'simliklar karantini va himoyasi agentligi bor, ekspertlar uyushmasi. Ya'ni tilni bilgan yoshlarni eksport bozorini ochish uchun O'zbekiston mahsulotlarini chetga eksport qilib mijozlarni topish uchun o'qitilyapti hammasi. Endi mijozlar oqimini topib, mana shu yerga sizlarga ham olib kelish mumkin. Lekin aka mana shu Navgilga o'xshagan korxonalarga qani bizda shunaqa mijoz topildi, 10 ming tonnaga, falon mahsulotga deydigan holatlar bo'lib qolsa yoki o'sha yoshlarimiz shu yerda tajribani oshiraman deb qolsa, imkoniyatlarimiz bo'ladimi? Imkoniyatlarimiz bor. Hozirgi kunda qishloq xo'jalik instituti shartnomalarimiz bor. Aha. Mana 3-kurslar, 2-kurslar praktikalarga chiqyapti. Aha. Dual ta'lim bo'yicha bizda ham o'qib, shu bolalar qizlarimiz xolodilnik yo'nalishida saqlash, qayta ishlash bo'yicha issiqxona bo'yicha kelishib, o'qib, ham praktika amaliyotini o'tayapti. Bu bolalarimiz ham bemalol kelib agar o'zini yo'nalishi bo'yicha shu eksportga qiziqib, xaridorlari bo'ladigan bo'lsa, biz Nafaqat qiziqish, yordam berasiz. yordam beramiz. Yordam berasizlar, chunki praktika qilaman desa marhamat. O'rganaman desa marhamat. Yo, tepaga, yo, ikkinchi etajga o'quv hali joyini qildirib qo'yganmiz bolalarga. Tepada. Ha. Kelishib, o'qib, domlasi ham o'qita oladi. Biz ham kirib, hali qatnashaveramiz, hali vaqtimiz ham o'rganasiz, bilmagan. Yo'q, biz qiziqqan savollar bo'lsa joyida, mana chunki sizlarga tegishli bo'lgan. Ha. Keladi-da, bolalarni olib keladi, domlalar. Aha. Demak, hamma o'qish, yerda o'qishni o'qiydi, bu yerda amaliyotni qilaveradi. Ha. Bizda maqsadimiz shu chambarchaslik yo'q, ya'ni u tilni bilgan bola qayerdadir yuribdi, bozorda o'rganib sizlarga o'xshaganda tajribasini oshirib, ajabmas shu yerdan chiqqan yigit ertaga yana ko'proq mijoz topib sizlarga yana qaytib keladigan bo'lsa. Ha, mana o'tganligi qishloq xo'jaligi institutidagi bolalardan 5 tasi Germaniyada ishlayapti. Mashalloh. Germaniyada. Demak, imkoniyatlar bor, sharoit bor, hech qanaqa qarshilik yo'q. Yordam berib ketaverasiz. Juda yaxshi. Erkin aka, mana juda yaxshi ma'lumotlar oldik. Qisqacha bo'lsa ham, mana dalani ko'rdik. Jarayonlar o'zi asli ko'p ekan. Endi biz ma'lum bir qismiga keldik-da. Erta bahorda mana ko'chat deyapsiz, mana Tbilisilar yonimizda bor. Yanvardan boshlaymiz. Yanvardan. Ha. Yanvar oyidan o'zi kelasi yilni rejasini qilib olib, yanvardan urug'lar tashab, ekinlarimizni qaysi ekin haligi erta ekiladigan ekinlarni tashlaydigan, bolgarskilar tashlaymiz yanvarda. Undan keyin pomidori, brokoli, shunaqa muddatiga, shu ko'chat tayyor bo'lishiga hisob-kitob bilan qilib turib, muddatlarni tashladi. Ekishini hammasini hisobga olib, sotish ham bosqichli bo'libdi mana hozir. Avval kecha Farruh bilan gaplashganimizda avval ma'lum bir joyda bo'sh turardi. Hozir mana gilosni qo'shdik, olchani qo'shdik, daraklarni olyapmiz. Endi uni yana ham uzaydi sotadigan vaqtimiz. Qishlarda ham savdo qilamiz. Yil mana 700 tonna oldik aholidan. Olchani, gilosdan, hali. Olcha deymiz endi. Olcha, ha. Bu yerda gilos edi, olcha deydi har kim. O'sha Nordon olchamiz bor. Da, shunday. 700 tonna. 700 tonna. Birinchi yil bo'lyapti shu. Birinchi yil bo'lyapti bu. Odamlarning xonadonidagi shu olib kelishib 50 kilomi, 30 kilomi, 20 kilomi odamlar olib kelib topshirdi. Buni endi eksportini yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, keyingi yil bir qancha oshadigan bo'lsa. Bu yil mana 50 gektar biz ham olcha ekdik o'zimiz. Ha. Demak, yaqin yillarda uni eksportni yo'lga qo'yamiz, aholi ham olib keladi, o'zimiz ham chiqaradi. To'g'ri? Juda yaxshi. Uzilish bo'lmaydi, konvert ishlaveradi. Juda yaxshi. Bo'lmasa aholidan biz 2 kun olib to'plab olib turib keyin ishlayapmiz. Xolodilnikka qo'yib olib. Ha. Muzlatib olib. To'g'ri. O'zimizda bo'lsa odamni qo'yib yuboramiz, 300 ta odam. To'g'ri.
teri olib chiqiladi, bu yerdan aholini keladi, qo'shib olib ishlanadi. Aholini ekinlari ham bo'lib qolsa, brokoliga talab bor, o'zingizlarda yetishmayapti. Yaxshi yetishtirilgan brokoli olib keladigan bo'lsa, u ham olinadi. Brokoli hali aholi to'g'risini aytishimiz kerak, o'rganmadi. To'g'ri. Pomidor bilan bolgarskiyni o'rgandi. Aha. Erta bahor biz haligi mana hokim yordamchilari bilan shu aholini shu haligi kambag'allikdan chiqarish, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatlari bor, shu xonadonlarni hisoblashib keladi, ko'chat qilib beramiz. Ko'chat qilib beramiz, ekishadi, yetishtirganda biz pomidorlarimiz uzilayotganda ular ham olib kelsa, bularni olamiz. Demak, bu tizim ham yo'lga qo'yilgan. Qo'yilgan. Mana studentlarni ham qo'yib olganmiz. Prezidentimiz chiqargan qarorlari, Vazirlar Mahkamasi chiqargan qarorlar bilan biz nima chambarchas, sразу shuni yo'lga qo'yamiz hali. Ham nafasmiz deyiladi. Ham nafas, ha. Juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Student mana Xo'jaboddagi mana kollej deymiz mana bolalar. 3-kurslar ular kelyapti, o'rganyapti. Juda yaxshi. Endi bitta taklif bo'ladi. Bu yil endi sal kechroq keldik. Faqat brokoli mavsumida mana ko'chat deyapsiz, ekilish vaqtida bir ro'y kesak, quritish vaqtida, sushka vaqtlarida bir kesak qanaqa qilinyapti? Chunki odamlar iste'molga nima bo'layotganini, eksport mahsulotlar tayyorlanayotgan. Bizda ham O'zbekistonda yetuk mutaxassislar bor, zavodlar bor. Hech birovdan kam qolishadigan joyimiz yo'q. Jahon andozalariga mos sertifikatlari bor, zavodlar bizda ham ishlayapti. Marhamat deydiganini sikl ko'rsatsak, butunlay juda yaxshi bo'lardi, yoshlarga motivatsiya bo'ladi. O'zbekistonda ham hamkorlar uchun buni keyin biz hali kanallarga qo'yamiz, Yevropalarda buni ko'rishadi, butun dunyoda ko'radi buni. Ajab emas, bu mijozlar oqimiga ham ta'sir bo'ladigan bo'lsa, yangi avlodda sizlarga o'xshagan tadbirkorlar jamoasida yangi yoshlar bo'lib, eksport salohiyati yanada oshsa inshaalloh, xudo xolasa. Shu ishda endi sizlarga ham bir kuch-quvvat tilaymiz, xudo xolasa. Ma'lumotlar berildi, ochiq oydin. Katta rahmat bu uchun ham. Bu yerda Midat akamiz bor, bu yerda Hoji akamiz keldi, mana kecha mana qancha ishchilar bu yerda ishlayapti. Yanada kengroq yoritib, yanada chuqurroq, yana sushkalarda, boshqalarda hamkorlik qilamiz degan umiddamiz inshaalloh, xudo xolasa. Boya aytdingiz, studentlarga, yoshlarga yordam berishga tayyormiz deb, ularni ham natijasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Olib kelamiz, biz o'zimiz ham takliflar bor, beramiz. Mana hozirgi vaqtgacha, shu vaqtgacha berilgan ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Ishlarga, jamoani ishlariga omad, sog' bo'lasiz. Rahmat.